Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi darvozamiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumaniga kelib o'rnatildi. Darvozamiz afsona qilsa 2 qavat tubli qo'ygan variantda bo'lgan. Ko'rib o'zlari baho berishlari mumkin. Ko'rinishda qalin materiallarda darvozamizni tayyorlab o'rnatib berdik. Video davomida Xudo xolisa narxlari, ishlatilgan materiallar haqida to'liq ma'lumot berib ketamiz. Ko'rib o'zlari baho berishlari mumkin. Like, podpiska tugmasini bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Mehnatimizni qadrlayman. Darvozamiz afsona qilsa 2 qavat tubli variant bo'lgan. Yonish stolkalari 10 go brusdan bo'lgan, taglari 10lik shivelli. Boshga kirib chiqqanda ezilmasligini, eshilmasligini inobatga olingan. Disklari brusay qistilsovoy, qavat tubli variant bo'lgan. Ko'rib ovozlarni eshitganingiz mumkin. Bu yerlarga alohida nerjevkalarda ishlov berganmiz. Zamovilarimizda ham zo'r zamovkalarni qo'yib berganmiz. O'chirib yopishlarga ham e'tibor beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdan nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xudo xohlasa, oddiy metallni san'at darajasiga olib chiqadigan holatda sizga dilingizga moslagan holatda chiroyli zamonaviy darvozalarni tayyorlab o'rnatib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlab kurslarga xizmatlarimiz bor. Bemalol shu pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Darvozamiz afsona qilsa 2 qavat tubli variant bo'lgan 1 kvadrat metri 1 300 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab yetkazib olib o'rnatib beramiz.